nima tiyalash, nima janjal? Mana ovsinlari o'qidi qo'rg'on qozon bilan yarim baklashga moyga chaqitmoqchi. Ovsin, siz kenja o'g'ilga kelin bo'lgansiz-ku? Mana sizga uy qolyapti-ku. Moyga remont qilguncha yangi sotib olishlarsizlar ochishak-ku. Bu yangilar ham toza dasmol bo'layotganda. Yaxshi ham uyda baloni yo'q ekan. Bo'lmasa uyni ham sudrab ketikansizlar. Aka, buni parnikka ozgina qarashib yuring. Sen uyda qoldingmi? Parnik seniki. Kerak bo'lsa o'tin qil. Mani xotinim urishadi. Ekin ikish vaqt parnik meniki. Hosil teradigan payt otamdan qolgan parnik deb satilchang ko'tarib yildan biri kelib olasiz. Ha, mayli, yaxshi o'tiringlar. Charchamangizlar. Mana ayam tug'ilgan kunni o'tkazib oldik, ha? Bir xirmo idish tovoqlar bor. Endi shuni birgalashib yuvib olamiz, ovsinlar. Voy, srochno uyga bormasam, tovuqlarim agarati payxon qilib tashlaydi. Voy, sho'rim, men ham shoshyapman. Uyga borib sigirlarni sog'ishim kerak. Yeb icharga vaqti bor. Qolgan payti shashadi. Non bilan terimizni ham qo'parib ketdimi? Ovsin, qaynonamizni darsiga ozgina yordam qilib yuboringizlar. Voy, aytsam ishonmaysiz, umuman sharoitimiz yo'q. Kecha mana dashi donga pulimiz yo'qligidan shashlik to'sini yedik. Yanga, qarslaringizni bersalaringiz, qaynonamizga darmoqchi edik. Voy, u qarz emas, nevaralarga yordam pul edi. Bizlar qaynonamga pul bersak, qarz bo'ladi. Qaynonam bizlarga bersa, nevaralarga yordam puli bo'ladi. Ikkinchi o'g'ilga tegmay men o'lay. Aya, pensiyangiz chiqibdi. Muncha yaxshi, ozgina bo'lsa ham qarzlarimizni berib olayotganmiz-da, ha? Voy, yarmini menga bering, meni ham bolalarim katta emas-ku. Voy, qolgan yarmini menga bering, meni ham erim dayasi-ku. Uyda ish bo'lsa yo tashvish bo'lsa, sizlar chiqib ketgansizlar. Pensiya desa-da, ayam eslanga tushib qoladi. O'roqda yo'q, mashaqda yo'q, xirmonda hozir deb shuni aytsa kerak. Aytdim-ku, ikkinchi o'g'ilga tekkani sho'ri bor ekan deb. Sizlarda ham shunaqami? I love it.